Xo'p, assalomu alaykum. Xudo xohlasa bugundan sizlar bilan OP mavzulari bo'yicha darsliklar ko'rib boramiz. Ya'ni qisqa va lo'nda asosiy kerakli bo'ladigan OPni tushunchalari haqida gaplashib boramiz. Xo'p, bugun asosan OP nima va u nima uchun kerakligi haqida gaplashamiz. Keyingi darslarimizda Xudo xohlasa uni asosiy tamoyillari va boshqa metodlari, turli xil atributlar va hokazo sal chuqurroq kirishni boshlaymiz. Xo'p, boshlanishiga asosan hozircha OP ni nimaligi haqida bir tushuncha olamiz. OP o'zi nima? OP bu Object Oriented Programming, ya'ni obyektga yo'naltirilgan dasturlash deydi. Xo'p, bu keyingisiga o'tkazaylik. OP nima? OP bu dasturlashni uslubi bo'lib, u kodni obyekt orqali tashkillashtirishga asoslanadi. U har bir obyekt o'ziga xos xususiyatlar, ma'lumotlar va xatti-harakatlarga, funksiyalar yoki metodlarga ega bo'ladi. Bu o'zimizning hayotiy, misol uchun har bir elementlar, har bir obyektlar bo'lgani kabi dasturlashda ham xuddi shundan ko'chirilgan. Ya'ni obyektlar va umumiy nimalardan, klasslardan. Ya'ni bir narsani maketi bo'ladi va o'sha maket asosida bir nechta obyektlar, ya'ni elementlar ishlab chiqariladi. Xuddi shu tamoyil asosida OP yaratilgan. OP o'zi asli ikkita narsadan tashkil topgan. Birinchisi klass, ikkinchisi obyekt. Xo'p, mana asosan OP ikkita narsadan tashkil topgan. Klass va obyekt. Bo'ldi. Endi bular haqida ham qisqacha tushuncha olamiz. Klass bu shunchaki maket xolos. Klass o'sha funksiya va atributlarni saqlab beradigan bitta klass, ya'ni shablon. Obyekt bo'lsa, har bitta o'sha shablon asosida yaratilgan bir obyekt. Misol uchun mana klassda color default turibdi. Aynan shu klassdan bitta obyekt voris olgan, ya'ni voris olish emas, ya'ni obyekt olgan va u rangi qizil, buniki qora, buniki ko'k. Xo'p, misol uchun mana klass bu mashinaning tizmasi bo'lsa, obyekt uning o'zi. Klass bu mashinani o'zi, lekin buning asosida yaratilgan haqiqiy mashinalar bular obyektlar. Klass mashinani tizmasi, obyekt uning o'zi. Keyingi slaydga o'tamiz. Va klass ikkita narsadan tashkil topgan. Birinchisi klass obyekt bitta narsadan tashkil topgan, ya'ni ma'lumotlar, obyektning o'ziga xos xususiyatlari va funksiyalar. Ma'lumotni ichidagi metodlar, ya'ni funksiyalar. Bu yondashuv dasturlash kodini yana tartibli, tushunarli va qayta ishlashga qulay qiladi. Keyingisiga o'tamiz. Sinf, klass va obyekt. OP shu ikkalasidan tashkil topgan, ya'ni klass va obyekt. OP ning asosiy tushunchalari biri sinf va biri obyekt o'rtasida farqini tushunishdir. Ya'ni ikkalasini asosiy farqini tushunib olsangiz, siz ancha tushunib olgan bo'lasiz. Birinchisi sinf, klass. Sinf bu obyektni yaratish uchun shablon. Uni andoza yoki chizma. U obyekt qanday xususiyatlarga ega bo'lishini va qanday harakatlarni bajarishini belgilaydi. Bu asosan shu. Klass bu chizma. Obyekt bu sinf asosida yaratilgan haqiqiy narsa yoki tushuncha. Sinfning aniq bir namunasidir. Ya'ni bunda devor degan narsa bor, deraza, ya'ni oyna bor, eshik bor, tom bor. Bunda bo'lsa xuddi o'shani chizmasi bor. Ya'ni shu chizma asosida tayyorlangan narsani obyekt deydi, chizmani klass deydi. OP ni 4 ta asosiy tamoyili mavjud. Bu tamoyillar nima uchun kerak? Bu o'zi asli shunchaki tamoyil, ya'ni buni nima deb tushunsak bo'ladi? Bu muhim tushuncha, ya'ni o'zi asli ishlatiladigan klass va obyektlar, faqat uni ishlatishdagi har bitta ishlatish jarayonimizda o'zini ta'rifi bor. Aynan shu ta'riflarni tamoyil deydi. Birinchisi inkapsulatsiya. Inkapsulatsiya. Har bir tamoyil haqida yana alohidadan gaplashamiz. Inkapsulatsiya tamoyili.
ma'lumot yoki funksiyalarni yagona obyekt ichida jamlash va tashqi dunyodan himoyalash. Misol uchun, bir narsani yashirasiz, lekin unga qaysidir narsa orqali kirish imkonini ochib qo'yasiz. Misol uchun, oddiy telefoningizda bunaqa qilmaysiz-ku. Misol uchun, telefon qilishni ichidagi funksiyani ishga tushirib, keyin telefon qilmaysiz-ku. Shunchaki telefon qilish kontaktdan belgilaysiz yoki raqamni terasiz va qo'ng'iroq tugmasini bosasiz, o'zi avtomat ishlaydi. Ya'ni shu narsa inkapsulatsiya yoki bo'lmasam bank plastigingizni ichida pulingizni himoyalab yurasiz. Lekin plastigingizni ichidagi pulingizni to'g'ridan to'g'ri o'zgartira olmaysiz. Xuddi shu narsani inkapsulatsiya deydi. Keyin esa abstraksiya. Abstraksiya kerakli detallarni yashiradi, keraksiz detallarni yashiradi va faqat asosiy funksionallikni ko'rsatadi. Misol uchun, mashinada bitta pedal bor, u pedalni bossangiz, mashina tezlashadi. Yoki bo'lmasam, asosiy mashinalarni, turli xil mashinalar borda, bitta mashina klassi asosiy tushunchalarni belgilagan, lekin aynan shu tushunchani asosida basda boshqacharoq uslubda yaratiladi. Bu haqida yana to'liqroq hali video qilaman. Abstraksiya asosan qanday bo'lishini emas, asosan nima bo'lishini aytadi. Misol uchun, bir narsa bo'lishi kerak dedi, lekin uni qanaqa bo'lishi kerakligini aytmaydi. Shu narsa abstraksiya deydi. Meros olish. Ya'ni bu inheritance deydi. Meros olish bo'lib qolibdi nomi. Inheritance nima? Yangi sinf mavjud sinf xususiyatlari va metodlarini olishi. Ya'ni ota klassdan bola klass meros olishi. Bir klassdan boshqa klass meros olishini inheritance deydi. Polymorphism bu bir funksiyaning turli sinflarda, turli shakllarda ishlashi. Shu narsani polimorfizm deydi. Bular haqida yana bir tushuncha oladigan video qilaman, xudo xohlasa. Inkapsulatsiyaga misol, mana to'liqroq tushuntirilgan. Inkapsulatsiya bu obyekt ichidagi ma'lumotlar va metodlarni bir butun qilib saqlash va ma'lumotlarning to'g'ridan to'g'ri kirishini cheklashdir. Bu nima degani? Ma'lumotlarni yashirib, obyektning ichki holati tashqi ta'siridan himoyalaydi. Nazoratli kirish, ya'ni ma'lumotlarga faqat maxsus metodlar, ya'ni getter va setterlar orqali kirish yoki o'zgartirish imkonini beradi. Kodlarning mustahkamligi, ichki o'zgarishlar tashqi kodlarga ta'sir qilmaydi. Bular haqida yana kodlarda to'liq tushuntirib beraman. Foydalanuvchi parolni to'g'ridan to'g'ri ko'ra olmaydi. Ammo tizim siz kiritilgan parolni tekshirish uchun maxsus funksiyadan foydalanadi. Bu xavfsizlikni ta'minlaydi. Meros olish. Sinflar o'rtasidagi aloqa. Meros olish inheritance. Bu bir sinfning boshqa sinfdan xususiyatlari, atributlar va harakatlar metodlarini olish imkoniyatidir. Ya'ni inheritance bitta klassdan boshqa klassga meros bo'lib o'tish. Inson sinfi. Asosiy xususiyatlari ism, yosh, asosiy harakatlar, yurish, gapirishlar boshqa bir talaba, ya'ni boshqa bir inson nimaga o'tadi. Misol uchun, talaba sinf inson sinfidan meros oladi va qo'shimcha xususiyatlari, kurs, yo'nalish va harakatlar, o'qish, imtihon topshirishga ega bo'ladi. Va bundan o'quvchi oladi. O'quvchi sinfi shuningdek inson sinfidan meros oladi va o'ziga xos xususiyatlar, fan, tajriba va harakatlar, dars berish, baholashga ega bo'ladi. Bu kodni qayta ishlatishni ta'minlaydi va umumiy bir narsani qayta yozmasdan boshqa bir klassda ishlatilgan ma'lumotni boshqa bir klassda yangi yaratib yurmasdan inheritance qilib olamiz va qo'shimcha nimadir qo'shib qo'yamiz. Polimorfizm ko'p shakllilik. Polimorfizm bu har bir nomdagi funksiyaning turli sinflarda va turli kontekstlarda turlicha ishlatish imkoniyatidir. Asosiy harakat ovoz chiqarish. Bu har bir hayvon o'ziga xos ovoz chiqaradi. It obyekti vov degan ovoz chiqaradi. Sigir ma degan ovoz chiqarar ekan, mushuk miyav deb ovoz chiqaradi. Ya'ni shu narsani polimorfizm deydi.
Bu dastur kodimizni moslashuvchan, kengaytiriladigan va o'qilishi oson qiladi. Chunki siz umumiy interfeys orqali turli obyektlar bir xil bilan ishlash imkoniga ega bo'lasiz. Hop, OP'ning afzalliklari. OP qo'llanilish dasturlash jarayonida bir qator muhim afzalliklarni beradi. Bulardan kodni qayta ishlatish. Mavjud sinf va obyektlar yangi loyihalarda yangi dasturning boshqa qismlarida ishlatish mumkin. Bu esa ishlab chiqarish vaqtini tejaydi. Vaqtni boshqarish. Katta va murakkab loyihalarda kodni kichik boshqaradigan modullarga ajratish imkoni beradi. Ya'ni bitta dastur bitta narsadan tashkil topmaydi. Ya'ni sizni bir qatorli bitta faylda yozilgan kodingizdan tashkil topmaydi-da, bir nechta mayda detallarga ajratilgan holatda bir butun bo'lib tashkil topadi va har bir detalni o'zgartirish va ustida ishlov berish, yangi imkoniyatlarni qo'shish oson bo'ladi. Xatoliklarni kamaytirish. Inkapsulatsiya va abstraksiya tufayli kodni bir qismdagi o'zgarishlar boshqa qismdagi kamroq ta'sir qiladi va bu xatolarni topish va tuzatishni osonlashtiradi. Jamoaviy ishlash. Har bir dasturchi o'z obyekti ustida ishlashi mumkin. Bu jamoada samaradorlikni oshiradi. OP'ni qayerda qo'llash mumkin? Bu bugungi kunda deyarli barcha dasturlarda, barcha sohalarda keng qo'llaniladi. Lyuboy narsa, hatto Pythonning o'zi ham bitta butun boshli obyektdan tashkil topgan. Uning moslashuvchanlik va samaradorligi turli xil ilovalarni yaratishda qimmatli hisoblanadi. Web dasturlar, misol uchun backend frameworklar, Django, Laravel yoki Sprite, bular hammasi asosiy dasturlash tilining aynan shu OP orqali yaratilgan frameworkiga asoslangan. Va ba'zi frontendlar, React, Angular, bular ham aynan shu. Undan tashqari mobil ilovalar, Android, Java, Kotlin va iOS Swift Objective ilovalarini ishlab chiqishda obyektlardan ishlatiladi. Katta o'yinlar, dvigatellar va o'yin logikalarini yaratishda, tizim dasturlari, operatsion tizimlar va drayverlar, barcha narsada OP ishlatiladi. Xo'p, asosiy tushunchalar shular. Va OP qanday yozilishini ham hozir ko'rib chiqamiz. OP quyidagicha yozilgan. Klass yaratish. Klass degan kalit so'z bilan char klassni yaratamiz. Konstruktor metodi bor. Obyekt yaratganda avtomat ishga tushadi. Init. Undan keyin metod obyekt bajaradigan ish, ya'ni drive degan funksiya, ya'ni bu klassning ichidagi funksiya. Klassning ichidagi funksiya bo'lgani uchun klass obyekt orqali u funksiyani ishga tushiryapmiz. Bu yerda obyekt yaratyapman. Ikkita obyekt va ikkita obyektga kerakli ikkita ma'lumot. Bu yerdagi self aynan shu yaratilayotgan obyekt sifatida kiryapti va aynan shu obyekt ichidagi detal elementlarga o'sha kirayotgan elementlarni tenglayapmiz. Va drive degan funksiyani, ya'ni metodni ishga tushirganimizda ham aynan shu selfdagi char klassimizni ichidagi elementlarni bu yerda ham ishga tushiryapmiz. Xo'p, asosiy tushunchalar shular edi. Keyingi darslarimizda Xudo xolasa har bitta ma'lumot bo'yicha